أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل ولا يضره ليلا دخل مكة أو نهارا كغيرها من البلاد zarar qilmaydi. Meni bu ihrom bog'ligan odamga kechida Makkaga kirsin yoki kunduzda. Bu hech qanday vaqtda zarar qilmaydi. Makkaniki g'ayridagi shaharga o'xshash shaharlardan. Yani shaharlardan Makkaniki g'ayriga o'xshash, Makkaniki g'ayridagi shaharlarga mayli o adamniki o'zining shahri olsun yoki boshqa bir shahri olsun. Men kunduz kiramdi, kechis kiramdi. Bu adamga hech qanday vaqtni zarar qilmaydi. Anda bo'lgandan keyin bir yerga shahar bormoqchi bo'lgan bo'lsa, anda o'gandan keyin ihrom bog'lagan adam shu ihrom bog'lagandan keyin Makka kirgan vaqtida, ya'ni haram kirgan vaqtida mayli kunduz kiramdi, mayli kechis kiramdi, uningda hech qanday dini tarafdan uningda zarar ishi yo'q, ya'ni gunoh bo'ladigan yoki makruh bo'ladigan bunda bir ishi yo'q deydimdi. Biz endi Al-İhtiyar li ta'lil muhtar degan kitobni o'qiyapmiz. Yani o'qib hozir biz oldingi darsimizda men ihrom bog'lagan odam qayadan bog'laydi? Ihrom bog'lagandan keyin u odam qanday ishni qiladi? Yani qanday ishni qilish kerak, ihrom qanday kirish kerak? Bunun üstü to'xtaldik. Undan keyin ihrom bog'lagan odam qanday ishni qilsa meni bo'lmaydi. Yani ihrom bog'lagan odam yani qanday ishni qilsa ihromda vaqtdagi o'zida bu bo'lmaydi. Yani qaysi ishni qilishni saqlanishi kerak deb meni buni dedik. Buniki birinchisida o odam men har qanday diniy tarafdan harom bo'lgan, gunoh deb sanalgan har qanday gap so'z va harakatni saqlanish kerak. Bo'libmi urush talash bilmagan hamrolarning o'zidan deganidek meni mushnik üstü to'xtab onu deyken meni jipti tikilgan koynak, ishton, salla va onun boshqa har qanday bir narsani kaysi bo'lmaydi. Shuningdek bu odamniki o'zi meni o'ziniki badandagi qaysi bir tukni elishga meni bo'lmaydi deganidek meni mushu mazmunda oldingi darsimizda buni o'qidik. Endi o'qib bo'lgandan keyin endi bu adam ihrom bog'lash ishini qildi. Qilgandan keyin endi bizniki haj qilishga asosiy maqsad yoki umr qilishimizga asosiy maqsad ya'ni Baytullohni tavob qilish. Ya'ni Baytullohni ziyorat qilish. Yani Allah Taala'nın uyi deb atalgan, mana yer sharniki ichida eng ulug' joy bo'lgan, mana Baytulloh, yani Allah'ın uyi deb atalgan bu uyniki o'zini ko'rish va ziyorat qilish, tavob qilish. Mana chunki Allohga mansub bo'lgan bir uy, nihoyat katta uy. Undan o'g'andan keyin mana 5 vaqt namozimizni aşağı qarab o'qiymiz va jiq ishlarni aşağı qarab cho'q qilamiz. Bu yer sharning o'zida birdan-bir mana Alloh taolo tarafdan ulug' deb bekitilgan. Shuningdek islom dinimizniki asos rukuni bo'lgan mana namozniki bir rukuni qiblaga qarab namoz o'qish. Qibla degan nima? Ka'ba. Yani Ka'ba. Onun başka bir 5-chi rukuni bo'lgan haj. Hajniki ado bo'lish uchun shu Ka'bani berib ziyorat qilish kerak. Qolganlari andikin Arafatda turish, Muzdalifada turish deganidek, yani bu Muzdalifada, Minoda turish deganlar bu ziyoratniki o nemisi onundan qolgan ikkinchi daraja turadigan men ishlari. Ikkinchi daraja turgan u tövanda emas. Yani o deganlik emas. Yani uning ichida Arafat turish rukun bor. Andan o'g'andan keyin u chog'ning o'zida bu endi bu odam endi bu haramni qilib bo'lgandan keyin shundan haramga kirgan bo'ldi. Haram kirgan bo'lgandan keyin haramga mayli o o'ziniki masalan o'zing uyiga kelgan bo'lsa safardan u chog'ning o'zida kechib kelmaslik kerak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deydi asosan tuyuqsiz kelmaslik kerak deganidek bunda bir nima va musab ishlar cho'p bor. Endi u yerda haramga kelgan bo'lgandan keyin haram kelgan vaqt o'zida shunday ihromni bog'lab, ishni qilmay shu yo'lda mengib yani burungi davrimizda 10-15 kun bir qancha kun keldi piyoda yoki uloqda yoki haruda degandek. Hozir endi mashindan yoki maydon
poyuz, ya aptoz, ya olmaydı ayrı demesen şahayet. Kelganın içinde bunda kel ödemli. Mesela Mekke'den, Medine'den Mekke'ye vakti üzerinde 3-4 saatte ya 4-5 saat ekip boludu mesela. Juhayp'den ihram bağlap kelgan vakti üzerinde. Kelgandikin ona ait asan. Bunun devrinde 5 gün, 10 gün, 15 gün vakit geçti. Bu adam hem de şu hem de şu ihram bağlap şu işlerini kılıp haremge kelip hem de ya ömrü qılmaqçılık şu ihram bağlap ya başka miqatlarniki üzerinden bu adam hem de haremge kelmekçi. Harem kelgan vaqti üzerinde kelgan vaqti mel kechisi olsun, mel gündüz olsun hiç qandaq vaqti üzerinde bu adamga ta'sir çok qilmaydi. Mel qaysi vaqti kirsa, va kechisi kirsak bo'lmaydi ekan, ya juma kuni kirishimiz kerak, ya payshanba kuni kirishimiz kerak, men seshanba kirsak bo'lmaydi ekan, ya kunduz kirsak, ya kechisi kirsak bo'lmaydi degan ish shu bu tarafda shu yo'q. Qaysi tarafga vaqtimiz o'tkazsa, darhol biz asosan Ka'bani ziyorat qilgan bo'lgandan keyin uttuni berib, qaysi vaqt, qaysi makon, qaysi tarafdan to'g'ri kelsin, biz o'shan o'zida meni Ka'bani ziyorat qilish bu iborat bo'lgan, men o'sha uttuni nima qilamiz o'shan o'zida mangamiz. Qaysi vaqtda to'g'ri kelsin. Endi bu odam şu ona Mekke kirdi, yani haremge kirdi. Haremge kirgan vaqti o'zidan meni birinchi bo'lib bu odam Masjidil Haramdan ishni ham ish o'shadan boshlaydi. Ham ishni o'shada nima qildi, o odam boshlaydi. Nimishqa? Chunki shu uydan chiqib, ihrom bog'lab, shu niyat qilib, bu yerga kelish asos maqsad hozir deganimizcha Ka'bani ziyorat qilish. Asas maqsad shu. Uni da qolganlari nima u? Uni ikkinchi darajadagi nimasi bo'ladi, masalan, safa o, yani diniy tarafdan vojib yo farz deb qaralsimi? Lekin asas maqsad Baytullohni tavob qilish, Baytullohni ziyorat qilish, ko'rish. Men bu. Unda o'g'aniki bu odam shu haramniki ichi kirgan hamma namlar hech qanday boshini qilmay oldi bilan biz ashli maqsad qilgan bo'lgandan keyin darhol Masjidil Haramdan, yani haramniki masjid bo'lgan, ya Ka'baning atrofida sanalgan, hammamiz ma'lum bo'lgan, shu Masjid Haramga nima qilamiz? Kiramiz. Kirib shu haramning hududiga kirgan odam ya u ishni qilay, mana ishni qilay, anona ko'rish bo'lay, mana ziyorat qilib qilay, u ish yo'q. Birinchi bo'lib shu shinini qo'ymaydi, bir yer qilib qo'yiblar, olib boriblar, shu tavofni shu qilamiz. Shu ziyoratni shu qilamiz. Ka'bani nima qilamiz? Ko'ramiz. Haram masjidga shu kiramiz. Haram masjidga kelgan vaqt o'zida biz o'shanimizda hamda haramning masjid keldik. Haramningki masjid ichida Ka'ba bo'ladi. Ka'ba bo'lgandiki bu odam o'zi shu Ka'bani ko'rgan vaqti o'zida, mana shundoq haram masjid ko'rib Ka'ba shundoq to'rt bucak, ya'ni shu qora yupuqdan qo'rshalgan bir o'yni igiz, o'yni nima qilamiz? O'shanimizda ko'ramiz. Ko'rgan vaqt o'zida bu odam darhol takbir aytadi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber deb, valillahil hamd deb takbir aytadi ve tahlil aytadi. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, valillahil hamd degan men mushu duoniki üzerine, mushu zikr tasbihniki üzerine nima qiladi o adam, men mushuni cho deydi. Endi bu adam haramniki ichi kirgan vaqti o'zidan, endi Ka'baning haramning hududidan sirtga kelgan vaqt qaysi vaqt kirsa mayli, qaysi eshikdan qaysi vaqtda. Endi haramniki eshigiga, haramniki masjidga kelgan vaqt o'zidan men bu yerda men bu Bani Shayba deydigan bir darvoza bor. Bu yerda diqqat qilsak bo'ladi, yiziq. Men shu Safa Marva tarafdan agar imkon bo'lsa payg'ambar alayhisolom bashari kirganda Hajjatul Vidoda Ka'basini bu haj qilgan vaqt o'zida mashhad kirganda deb biz shu ishni, shu darvozani tepib, shu yerdan aldikin haramniki masjidning ichiga kirib, shu yerdan aldik Ka'bani ko'rib, men bunda qilsak bu teximni bo'lgan bo'ladi, yaxshi bo'lgan bo'ladi. Endi agar shu haram kirgan vaqt o'zida biz endi arabcha duoni o'qisak, birinchi duo va bu bir sunnat yoki nima emas, bu yerga bir mustahab, eng yaxshi ish. Men buni tövenki bir qancha duolar bor. Mushu duoni agar o'qisak bu nihoyat nima u yaxshi. Bu misol o'qimasak qolgan zikr tasbih oyati degandek tahlil takbirni o'qib butaq qilamiz. Mana bu duoniki o'zi Allohumma haza haramuk, haza ma'manuk, qulta va qawlukal haq. Ve men dakhalahu kana aminan. Allahumma faharrim lahmi ve demi alan nar. Ve qini azabaka yawma tub'asu ibadak. Deb men müştaq çok kirdiğan çok gep. Yani muşu duanı eğer yad edip kılalsak
ömür boyu bir qata bo'lgan farz bo'lgandan keyin meni mushundaq mustahab chog'liq narsani diqqat qilsak bu nihoyat savobi kam bo'ladi. U chog'ni nima savobi ziyoda bo'ladi. U chog'da bu hajniki o'zi haj mabrur deganda payg'ambar alayhisolatu vasallam bu shaklga tushdi. Endi bu adam endi Makkaga haramning ishi masjid kirdi. Kirgan vaqtimizda mayli piyod mangamdi, mayli yalang'och mangamdi. U chog'ning o'zida bunida hech qanday cho'nim yo'q. Agar asli yaxshisi piyoda menga kirginishi yaxshi. Chunki Ka'baniki o'zini ziyorat qilgan bo'lgandan ziyorat qilgan ulug' joy bo'lgandan bu yerda nihoyat bak, ya'ni o'ziniki tazallul, o'zining bandi ekanligini meni bildirish shartda, kamtar ekanini bildirish shartda piyoda men mushundaq holatga kirish kerak. Ammo bunun davridagi gap, bunun davrining o'zida kirgan vaqt o'zida masalan köy to'gi minibla kiribla tavobchi qildigan ish yo'q batdi. Hozirga undaq yo'q hamda. Agar piyoda menib nihoyat salmoq, nihoyat tavazu kamtar bilan mana biz Allohniki uyiniki oldiga kelgan bo'lganda bundaq kirishimiz bu nima u yaxshi. Endi shu vaqt o'zida endi haramga kirgan vaqt o'zida u chog'da bismillahi mana va ala millati rasulillah degan mushi gapni egar bila olsak, mana alhamdulillahi bellagani baytakal haram. Beytahul haram degan ma duani qila olsak, Allohumma aftahli abwaba rahmatik. Mana Allohumma aftahli abwaba rahmatik masjid kirgandan keyin men shuni o'qiymiz chunki har qanday masjidning o'zi o'qish bir sunnat. Ma haram kirgan vaqt o'zida buni o'qishimiz sunnatchi bo'ladi. Allohumma aftahli abwaba rahmatika va mag'firatika va adkhilni fiha va ag'liq anni ma'asika va jannibni amala biha. degan duoni o'qisak bu musabbak yaxshi ish bo'lmaydi demakchi emas. Agar buni o'qiyolmasak, bilmasak, o'sha zikr, tasbih, istig'for, bu haramning hurmati deb mazmunni ko'nglimizni ko'chirib Uyg'urcha desakmi, umuchi bo'ladi bu mazmunning o'zini. Endi bu odam haramga kirgandan keyin Ka'bani ko'rgan vaqtida takbir, tahlil etdi. Bismillah, Allohu akbar, Allohu akbar deb o'shanizda mana Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar, Allohumma antas salam va minkas salam, hayyina rabbana bis salam va adkhilna daras salam, Allohumma zid baytaka haza tashrifan va muhabbata va ta'ziman degan bu duoni qilsak, Allohumma taqabbal tawbati va aqillani israti va g'firli xatiati ya hannan ya mannan degan mushut duoni egar bila olsak, bunda o'qisak bu texim afzal bo'ladi. Mushtaq qilish deganlik emas. Agar unda qilmasak, avval degandek takbir, tasbih etsak bo'laverdi. Mana o'qisak teximan yaxshi bo'ladi. Endi biz ham haramga kirdik, Ka'bani ko'rdik, mushu duoni bilgan bo'lsak, buni qildik. Agar bilmagan bo'lsak, bilgan duoni, zikr, tasbihni, istig'forni, tövbeni deganidek mushuni davomli qilib turishimiz kerak. Ko'rgandan keyin shundan Ka'bani ko'rdik. Ka'bani ko'rganda hamma namlar dua qilamiz, yani Xudoy bir nima qildi deb. Shunga bu odam endi tavob degan narsani boshlaydi. Tavob degan boshlagandan keyin mana bu haramninki o'zi Ka'baning o'zi 4 chosa bir uy. 4 chosa o'yilib, har bir chosa, har bir bujahniki o'zida birdan ism bor. Shu ismga asosan masalan Hajr Aswad degan mana bu yerdan boshlaydi bu odam. Endi Ka'bani ko'rganda kelib Hajr Aswad degan joy va ana yo'g'ama tosh bilan nima qilgan qora tosh deydi. Men mushu toshniki o'rni kelib bu odamniki o'zi qanday qiladi? Men tavob qiladi. Tavobniki o'zini Hajr Aswad degan joydan boshlaydi. Men bu hozir men shu haramniki men janub sharq tarafiga keladi. Yani Hajr Aswad, yani Safa tarafının 4 bucakka aşağı keladi. Mana kelgandan keyin mana tavobni aşağıdan boshlaymiz. Boshlagan yer shu. Boshlagandan keyin bu odam mana payg'ambar alayhisolatu vasallam taqqan tavobni boshlagan yer shu. Mana bu shu bo'lgandan keyin mana bu Hajr Aswadni kelib aşağı boshlagandan keyin Hajr Aswad bilan boshlaydi. Shunga bu odam agar imkon bo'lsa, odam oz bo'lsa, bu adam kipla Hajr Aswadni söydü ve tekbir etdi.
Süyüş bilan birlikte bu adam şu nimetga erlashtirgan Alloh taologa takbir etib, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar deydi. Ve bu adam o'ziniki ish qo'lini shu vaqtning o'zida meni ko'tirdi. Suyib, shuni qilib Allohu akbar deb duo qilib, meni ko'tirib, qandaqki namoz o'qigan vaqt o'zida namozga birinchi qatim takbir etib kirgan vaqt o'zida Allohu akbar deb qo'lini ko'tirib, meni mushundaq qilgandek, bu adam nima qiladi? Mushtaqchoq qiladi. Endi bu adam endi qabliga oldini qildi, ya'ni Hajar Aswadga qo'lni ko'tardi. Shundan agar u odamga suyish imkon bo'lsa, mana hech qanday bir odamga azor bermasdan. Azor bermasdan imkon bo'lsa, shu chonning o'zida bu odam Hajar Aswadni suydi. Bu Hajar Aswadni suyish sunnat. Ammo bir odamga azor berish, tortishish, iştishish, bunda dushkurlashniki o'zi bu mo'minga zarar berishniki o'zi bu durust emas. Bu haram. Haram ishni qilib, men mushab yoki sunnat ishini qilaman deb bu haram ishni qilishga bo'lmaydi. Agar unda suyishga imkonimiz yo'q, masalan, berib suyishimizga, uchan qanday qilamiz? Uchan o'zida suyishga imkonimiz bo'lsa, qo'limiz orqali buni silaymiz. Silash qo'limizda sunib silsak, uçağın üzerinde buludu. Ya ki olmaydı, onunla imkanımız yok. Silashkım imkanımız yok. Ondan yok. Adam bekçi karak, ondan onu kısaşkı olmaydı. Uçağın üzerinde kandakalımız, onundaki bu adam, onunla Hajar Aswadga bir narsa konu işaret kıldı. Ya ki asıdak, ya koludek, mıdak nem kıldı, işaret çok kıldı. Mesela bu adam suyuşkı olmaydıken, silashkı olmaydıken, uçağın üzerinde kolu işaret kılıp, Bismillah Ekber deyip, beni müştak kılıp, şöyle başlap, andakin uçağın üzerinde bu adam tavapını çok başlaydı. Yani bu adam şu Mekke'ye kirgen vaxtımızda Hajar Aswad'ın başlaş şekli şu, Peygamberimiz müştak kılan, onda o an ki bu tavapının üzeri tavapul kudum deyip ataydı. Tavap kudum deyip şu atıldı. Tavap kudum deyip atılgan dekin, yani bu tavapniki üzü, bizdeki Hanefi mezhepke asasen haremniki sirtida turvatkan, yani haremning atrofida kevatkan, işte bizning vatandagidek ashtahiyada kevatkanlar bo'lgan bo'lsa, u chog'ingizda haremda yerlik emas, turib qolgan emas, iqomati va bunda bir odamni shu emas. Men bunda bo'lgan bo'lsa, bu odamga nisbatan, ya'ni u odam shu harem, ash mihrab nima, ash miqatdan ihrom bog'labdi kelgan vaqtning o'zi bo'lgan bo'ldi. Men bu odam uchun bu tavobniki o'zini biz nima deymiz, uni sunnat deymiz. Bu qandaqki masjidga kirsak 2 rakat namoz o'qish tahiyatul masjid bo'lgandek. Mening o tavobniki o'zim Masjidil Haromga Ka'baga kirgan vaqtimizda Ka'baninki mana ko'rgan vaqtimizda o'qiydigan, qiladigan bu tavobning o'zi tavob, qudum, ya'ni bir odamniki qadam besib tunchi qatim kelgan vaqtda qiladigan tavobi deb ataladi. Mening bu tavob sunnat bo'ladi. Sunnat deb ataladi. Ammo bu Mekke'ninki yüzü turvatkan, haremde turvatkan adamlar için bu tavap yok. Çünkü o adam her kılmakçı olsa şu kavatkan yerindeki yüzüden ihram bağlapla 8. güne minakçı çıkıyordu. Yani bu. Şimdi şu olan bu tavapniki isim tavap kudum deydiğen bulduk. Yani sünnet tavap boğan buldu. Bu adam tavap kılmakçı. Ömürde, hecde qılmaqçı olan tavapniki üzünü, mene nemi deymiz? Ömürde həcdi qılmaqçı olan tavapniki üzünü tavap kudum deydiğen bulduk. Mene bu həcdi mi şundaq, ömürde mi şundaq şekil onudu. Hem de bu adam tavap degandeki bizniki ömür tavap qılman, yoki həcdi tavap qılman, yoki harem turvatıman tavap qılman deb ma atalgan isim, aslida bu lug'at ma'nosi aylandı degan gap. Yani bir narsa mındaq aylanib mangdi degan gap. Endi buniki shar'iy ma'nosi mana mushu hozir deyotganimizdek Hajar Aswaddan boshlanib, yani ash shakl bo'yicha undan mana Ka'baning sol tarafga qarab Hajar Aswaddan mushtaq aylanib kirib, shu yana Hajar Aswad kelgan vaqtida bir bo'ldi. Mushtaq aylanish orqali 7 qatim Hajar Aswadda tugaydi. Tugagan vaqtida bu 7 qatim tavob qilishning o'zini, aylanishning o'zini tavob buludu. Qandaki namaz desek, namazniki ana mesela 2 rakat namaz olgan bo'lsa, uniki ruku bir, saydi ikkisi olganda, qiyam bo'lganda buni namoz deydik.
tavap degan gap shu Hajar Aswadninki o'zini, Ka'baninki o'zini tavap qilib aylangan 7 qatim tavap qilishning o'zini Hajar Aswadni tugitib buni tavap deymiz. Mana bu tavapning o'zi faqat yer sharining ustida, yer sharining ichida haramiga bo'ladi. Ya'ni Ka'baga bo'ladi tavap. Undan boshqa hech qanday bir her qanday ulug' adam bo'lib kelsin, payg'ambarning nimasi bo'lib kelsin, bir joyning o'zida undaq bir shaklda mana tavop qilish, ya'ni savob bo'ladi yoki darajani ko'taradi deb bundaq qilish yer sharining hech qanday bir dalili yo'q. Fakat Allah Taala meni Ka'baninki o'zini mushla tavop qilsang bo'ladi deb buni nima qildi? Ruxsat berdiki, men mushuni tavop qilsang menga tavop qil deb bo'lisizlar. Chunki siz moddadan yaratılgan bo'lgandan modda o yaratilgan bo'lgandan bir modda narsaning o'ziga ko'rgandan aniq buni ishinisizlar. Anda bo'lgandan keyin men hamda sizniki ma dunyoda ko'rish, bilish va bunda bir iqtidoring yo'q. Unda o'g'anikin Allah qanday tavop qilsam bo'lar, Allah qanday bir ishimni desam bo'lar, Allah'ning oldiga berib, Allah'ning uyini oldiga berib, mening hojimni desam bo'lar, desanglar, meni Ka'ba qilsang bo'ladi. Ka'ba tavop qilsang bo'ladi. Shuningdek, har kuni 5 vaqtning o'zida Ka'ba qarab ashundaq meni namoz o'qisanglar, men menga qilgandakcha bo'lisizlar degan yuzidan Alloh taolo shunga yer sharining ustida faqat Ka'badan iborat bo'lgan bu joyniki o'zini tavop qilishga ruxsatchi qildi. Bundan başqa hech qanday bir yerning o'ziga men aylanib tavop qilish, qabristonlik bu yerning o'ziga bo'lmaydi. Endi bu adam Hajar Aswadda mana bu tavopning o'zini tavop qildim deydigan bo'ldik. Shunda bu adam tavop qilgan bo'ldi, ya'ni tahiyyatul masjiddek, ya'ni namozdek bu birinchi tavop bo'lgan bo'ldi. Bu adam Hajar Aswaddan meni boshlaydi dedik. Başlagandan keyin meni suyib yoki ishorat qilib yoki silab yo ishorat qilib bu başlagandan keyin bu adam endi birinchi tarafdan başladim. Başlagandan keyin bu adam shu rasmiy tavop başlagandan keyin bu adam rido bilan başlagan, hamda rido yana izar rido dedik. Men bu adam o'ziniki ridosini qanday qiladi? Meni ridoning o'zi istifa bu yerda ridoniki o'zini istifa qiladi. Ya'ni bu ridoning o'ziniki ma kavat ko'zda mundaq kelib sol tarafdan mana o qo'lma o'ng tarafdan qo'ltig'ini tahtidan mundaq chiqiramiz. Ma o'ng bilahniki o'ng muyuriniki o'zi bu yaniki o'zida nim bo'ladi o oshkor bo'ladi. Mas yana ihromning o'zi ma sol muyurimizni ma tabilan chiroyli odab bilan işte çok qilish kerak. Endi bu adam mana bu Ka'baninki mushundaq shaklda 7 qata aylanadi. Hatimning oqsi, hatim degan mana haramga borganda ko'ramiz. Shu haramniki shimol tarafidan mana qisqan kichkina bir tamba, ama shu rukun Iroqiy deydi. Rukun Iroqiydan Shomi Iroqiy degan rukuni bor. Yani Şam tarafga qarag'an bo'jak, birisi Iroq tarafga qarag'an bo'jak, ikki tarafdan biz adam murishga kelgan. Şunu içinden bunda tavap qilsak bo'lmaydi. Uniki sirtidan mushtaqdim qilamiz. 7 qata tavap qilamiz. Tavap qilish jarayonida bu tavap qilganda avvalgi 3 qata qan tavapda agar vaqtda yer kengri bo'lgan bo'lsa, rasmiy askar shaklida popo, ya'ni mushtaq göz qilib, ya'ni harbiy shaklda mundaqcha qilamiz. Buni sal eshitdik. Endi bu nima shunday qildi desa, chunki payg'ambar Medine'de Mekke'ye vaktinde Mekke müşrikleri bu Müslümanlarını görüp bu mangamaydı iken. Bula biz hicret kıldık, biz İslam için hicret kıldık da berip aş Medine'ye görüp köyde olma biçare adamla ya acizlap gitip ton ayağının ısığı nemikeme hemiz uğruk biçarup kaptı diyendeki bunu anlap peygamber. Men müşümde kılınan Müslümanlar da resmi asker şekilde göp mağanıkına kapırlığınki andaki yürgü ya da resmi ağırıp onun yüzündeki nait kışık iken kösüp koygan. Hem de bu Peygamber'in şu vakti üzüden malum vakti üzü şunda bolsa mı? Hazır bununki hükmü devamlaştı. Bu bir sünnet. Eğer vakti aşağıda kapır bolmuşsa mı hazır? Kapırlarının üzü bolmuşsa mı hazır hem televizyonu gördü. Şuna olanıkin bu İslam'daki şevketi kösütüş. Müslümanların aşıdak lağaylaz emez. Bunda o iki tarafı mağdağın sudak. Bunda emez. İbadet kavakti resmi Müslümanın canlılık, nadir ruhluk hikayeni ispatlaş. Bu İslam'daki şevketi, İslam'daki hürmetini ifadesi oldu. Eğer müştak kılarımız nadir yakşı. Yani hazırlıkta adam bakacak, uçağınız bulmaydı hazır hem de.
Andan keyin 3 qata aylangandan keyin 4-chi qatdan basab o'ziniki normal holatidan aldırmayman edi. Aldırman hep men qolgan 4ni mushtaq nim qiladi. Qilib andan keyin bu adam meni bu yilqi hajra sifatdan egar imkon bo'lsa har qatim o'ssa. Her qatim 7 tavap bo'ldi ya, har bir qatim o'tgan vaqt hajrasiga egar o'sha arashya va eğer suyishga imkon bo'lsa so'yimiz, silashga imkon bo'lsa silaymiz. Eğer uni ishkor bo'lmasa o'sha ishorat qilib ashtachu mengamiz. Qattiq istishib, musulmonlarni ishtib do'shkurlab unda qilish bo'lmaydi. Bu harom. Bu nima harom? Endi bu adam hajra sifatni mana bu yilqi tavapning o'zini eng oxirida eğer imkan bo'lsa 7-chi xil tavapni hajra sifatdan tugutadi. Şu yaniki dal utturuq keldi siziq vardır. Mundoq siziq. Şu yakip to'xtaydi, andaki 7dan tavap mushataydi. Eğer bu adam bu yakip to'xtatmay tavapning o'zini ma bu chakka kelib, ya'ni rukn yamoniga kelib, bu chal o'zida buniga to'xtab qo'yish kabul qoladi. 100 tavap bo'lmagan bo'ladi. Onun için müşahede başlanğandaki müştaq aylanıp kirib, müşahede to'xtash kerak. Shu bilan yeti tugaydi. Endi bu hajra sifati müştaqlik, ammo bir rukn yamoni deydigan bir nima bo'lmaydi. Payg'ambar savob nimeniki oralig'ida tavobning ortida silagan. Eğer bizga imkon bo'lsa, mashana silash bo'ladi, ammo Kabe'ning boshqa buyujak boshqa yerlarni tavob qilish jarayoni budaq silab, undaq qilish rivoyat yo'q. Ammo shani silsaq bo'ladi. Ham tavapni qandaqki hajra sifatdan ashtaq suyib yoki silab eğer imkon bir ishoratlar boshlaganda tugagandan keyin men mushdaqcha tugitimiz. Shundan bu tavapning ishi bu yerda tugagancha bo'ladi. Tugagandan keyin endi tavapniki ishkarakat sunnati deydigan namoz bor. Eğer imkon bo'lsa maqam İbrahim deb Kabe'niki darvoza qarshisida sharq tarafda bundoq bir nimani maqam İbrahim deymiz. İbrahim Aleyhisselam şu Kabe'ni yasığa vakti yüzüde aşağı dessep durup nima qilgan, yasıgan Allah Teala şu İbrahim Aleyhisselam bir möcüzege. Şunda qattiq taşning ichida İbrahim Aleyhisselam qadimi rasa petib ketgan. Bu qiyomat çünkü İbrahim Aleyhisselam'daki aş Kabe'nin sağganlığını ispatı. Bu. Bunu nima deymiz onu? Maqam İbrahim deymiz. Tavapni qilib bo'lgandan keyin ishkarakat sunnatning o'zini agar adam az olsa, qisqasan bo'lmasa, maqam İbrahim'niki aqida Kabe qarab 2 rakat namaz o'qiymiz. Mana o'qib bu tavapniki 2 rakat sunnati bo'ladi. Her tavap qavadmışlar çok qilamiz. Eğer tavap maqam İbrahim'ning aqida adam bakcik o'sha mengib qissilib mushtaqtur u yerda o'qimaymiz. Eğer u yer mumkin bo'lmasa, haramniki masjidiniki ichida qaya oson bo'lsa, 2 rakat namozni shu joqda nima qilamiz? O'shaning o'zida mana o'qiymiz. O'qib bo'lgandan keyin agar imkon bo'lsa, hajra vasatga namoz o'qib bo'lgandan keyin yana bir qadar silash imkonimiz olsa, uni silaymiz. Bo'lmasa, shu bilan bu tavopning ishini nima qiladi? Tugaydi. Tavopni tugagandan keyin andan keyin bu adam ikkinchi qilgan faoliyat qanday qiladi? Mana haram Masjidil Haramniki yana hajra vasatdan kishi tugatgan 2 rakat namoz men haramning nerede olsa o'qisin, maqam İbrahimning aqida o'qisin yaxshi. Mana Qur'oni Karim deganda. Eğer u ya adam jik u da olsa nerede o'qisak mayli. O'qandan keyin andaki ikkinchi qilgan faoliyat sa'i deymiz. Safa Marvaga chiqdi deymiz. Safa Marvaga chiqqandan keyin bu shu hajra vasatning tam utturi, ya'ni sharq janub tarafga keladi. Sharq janub tarafga kelgandaki shu Kabe'niki shu utturda Safa Marvada hozir yiziq. Shu yerga chiqamiz. Hozir hamda bino olib ketdi, burun davrida 2 dan tog'di bu. Birisi Safa tog'i, yin birisi taraftaki Merve degan tog' tip. Bu tog' hozir hamda binoning ichiga kirib hozir ketib qoldi hamza. Hozir izi bor. Mana sa'i qilamiz, Safa va Marvaning orlig'ini sa'i qilamiz. Ya'ni mangimiz deb bu adam Safa Marva tarafga chiqdi. Safa Marva chiqqandan keyin bu adam Safa Marvaning o'zi bir qadar tağın igiz. İgiz olğandan keyin hozir hamda ancha büyülünmeydi. Bunun davrimizda büyülündü. Ma bina samağa vaqtning o'zida igizdi. Bu adam Safa tağınınki o'ziga o'rlaydi. Birinchi qildigan yer shu kelgan yer Safa tog' deymiz. Birinchi tog' bu. Shunga bu adam bu yer kirib Kabe'ga aldığını qiladi va takbir etdi. Shuningdek u adam o'ziniki nima hojati bo'lgan bo'lsa, u yerda Kabe qarab duo qiladi
ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e durut yollaydı. Mene o adamdaki ne macit olan bolsa, mene dua kılıdım. Dua kılıp anıdekin. Çünkü bu ya da duanın icabet buluşu resmi ispatlanılan bir cay. Yani Hacer anımız şu vaktin özüde İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ın küçük vaktin özüde, ekip koygan vaktin özüde su yok. Şu canınızda su var mı gidip birden sapan bir tığı. Yine birden melu tığı yürüp bir dua kırıp Allah İbrahim Aleyhisselam'ı taşlap koydu bizim işte bir su vesile yıkan. Şunun ki mağallığı sebeple sapa bilen Merve'nin ağırlığı mağallığı sebeple Allah Teala duasını icabet kırıp anladı ki su yok, aş yok. Kupkuruk yani işte bulak suçu çıkan azı bizimizde sonun çıkış sebep ben aşın Hacer annemizin duası sebebiyle çok boğan. Onda o anki aşağıda duanı için ben merem kılıp taze bir dua istiğfar Peygamberimiz dört yollaş özün neyim acıt olsa aşağıda şu kılımız. Merem karıp. Onun deyken andikin Merve taraf karapmamız. Merve taraf bana pes oldu. Pes olgandikin uçağınızda azrak mağandikin milen aksarayn deydiğin töpümüzde qarsak yeşil işkidanı nim var, çırak var. Çırak kelgen vaxtınızda erlerin üzü uçağınızda iştigra mağudu. Yeni bir yeşil çırak var. Şu çırak tüygen kadar iştigra mağudu. İlker imkan bolsa adam az olsa, cih olsa mene verir normal sıkısadı. Mene bu mağımız mene Merve degan tağ var. Yeni bir tağ. Merve tağ kelgen vaxtın yeni uyanıp yeni erem taraf qarab, yeni istiğfar, dua, tilavet, Peygamberimiz dört yollaş. Ne macitimiz olsa mene erem qarab dua qılımız. Bu səyiniki sapa bilen Merve'ninki ağırlığı adab emene bu şekilde qılımız. Qılgandikin sapa Merve'nin ağırlığı olan səy deb atalgan yani hareket degan Arapçada Merve tağ keldi bir səy olgan boldu. Bir səy olgan boldu. Endi onun deyken yana Sapağa keldik. Sapağa kirip yeni bir eremi qarab turib, yeni dua, istiğfar açtaq qılımız bu işki. Onun keyin yeni pəsk mağa vaxtı yine milan aksarayn her katımda mağaza yine eğer imkanımız iştirak mağımız emdi. Menge yine Merve kelimiz bu 3 Merve yeni dua qılımız, onun sapağa kelimiz 4 yeni bir katan yeni sayının ki milan aksarayn ağırlığında yeni iştikmağımız, yeni Merve kelimiz bu 6 oğan boladım. 6 oğan bolgandan keyin yine uyada dua qılımız, keremge qarab turib, yine şu Allah'a dua qılımız, istiğfarımız, tövbe qılımız, tekbir, tehlil, Peygamberimiz dört yollarımız. Nemi acıtımız şunu qılımız. Onun deki bu 6 oğan oldu. Onun deyken antikin bu 5 oğan boladı. Onun deyken andikin sapağı kelimesi, sapağı kelimesi bu 6 oğan oldu. Alıttındayken andikin zan Merve tağı kelimesi yine milan aksarayn iştikmağımız, yine ki sapa kelgen vaxtı kıble qarab dua qılımız. Onundaki andaki 6 oğandaki 7. katımda Merve'de tügeydi. 7 səy oldu bu. 7 katımda səy Merve'de tügep. Ondaki yine haremi qarab dua qılıb, Kabe qarab istiğfar etip Peygamberimizin müjdak çok qılımız. Bunu da anıdakin bu yerdeki səyniki üzüp bu yerde nima qılıdı uçağın üzüde mene tügeydi. Merve'len nima qılıdı tügeydi. Mene bu aciprat kanındaki yüzü bu. Acipratın kan boğandakin bu adam muşuna səy tüygen boldu. Səy tüygendikin o adam anıdakin səyin tüyüp әрәмге kirip bu bir müddet çıkıdı. Әрәмde ihramda çıkmaydı acipratın nemisi. 8. günü geçe eğer nem boğan bolsa o adamdaki yüzü anıdakin 8. günü geçe әрәмde çıkmaydı da turup beni davamlık bir şu Kabe tavaf qıp turduğun gibi. Çünkü Kabe tavaflı başka yerde yok. Ama namaz okusam mı buludum? Bir katım namaz okusan 100.000 rekat mı okuyan savabı var. Ama tavafniki yüzü başka yerde okuyan amal imkanımız bolsa, micazımız yaxşı olsa tavaf kılımız. Tavafның yüzü namaz boğan buludum. Bizdeki bu kadın terzimiz müşahitlik bolsun. Yeni bir kata külüşker birlerine amanet kıldık. İmse Allah'a amanet. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.